Aka buncha ko'p. Nech bilan sotasiz? Aka, mana xudo xolasa assortiment ko'p tushirib qo'ydik. Buni narxini 200 ming so'mdan qilib beramiz, aka. 200 ming so'm? Nima bu? Ochingchi. Hammasi 200 ming, farqi yo'q. Yo'q, rangini farqi yo'q, aka. O'zingizga kerakni tanlab olaverasiz. Bularning hammasini narxini 200 ming so'mdan 5 shotchli temir patron, bloklanadigan funksiyalari bor patronni, litioniy akkumulyator. Xo'p, orqasida o'shalarmi? Past bo'ladi. Yo'q, buni orqasida udarning funksiyasi yo'q, udarning funksiyasi bor, u boshqa variant. Suvda ishlaydimi? Albatta, suv ichida ishlaydi, aka. Bitta batareya, bitta shu batareya, zaryadchika hammasi ichida, aka. 200 ming so'm. 200 ming so'm. Aka nima qilasiz? Uringmi hozir? Ha, 200 ming ham qo'yadimi, aka, ayting. Endi hamma 199 ming so'm deb odamlarni qiynagandan ko'ra, menimcha 200 ming deb qo'ya qo'ygan. Sonini qarang, ko'pligini aka, shuncha ham qo'yasiz. Kalistramizda bor, xudo xolasa odamlar hammaga yetadi. Nega qiynayapsiz? Bu nega qiynayapsiz? xalq maza qilsin. Biling, ashi qiynayapsiz. Ustakalarga yordam. Biz sizlar bilasizlar, 200 ming so'mdan. Akamni o'g'larini yozib qoldiramiz, biratda Shohruh akani ko'pchilik taniydi. Telefon qilib kelaverasizlar, muammo yo'q. Xudo xolasa.